Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Bugun 24-fevral 2025-yil. Biz navbatdagi xonadonimizning tuniki fonishini Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Ungut mahallasida juda ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetkazdik. Har doimgidek sizdan bir dona like, mendan esa video boshidayoq ushbu xonadonimizni hisob kitobi. Biz ushbu xonadonimizga jami bo'lib tunikani rasxodiga hisoblaganda 220 kvadrat atrofida tunik ishlatdik va undan tashqari bu xonadonimizga trendga aylangan kosmosimizdan 2 dona o'rnatib berdik. Darvozaxonamizning chekkasiga MDF gullardan ham o'rnatib berganmiz. Shunda xonadon egasiga MDF guli, kosmosi va tunika foni 2650 AQSh dollariga bitta, hurmatli do'stlar. Biz o'zi asli so'mda ishlaymiz, lekin sizlarga arzonroq eshitilishi uchun dollarda aytayapman, hurmatli obunachilar. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunikani barcha xarajati ichida tunikani kvadratiga hisoblaganda 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Agar siz ham xonadoningizni mana shunaqa sifatli ko'rinishda tunikafon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Inshaalloh keyingi xonadonimiz sizniki bo'lishligi mumkin bo'ladi. Biz nafaqat vodiy bo'ylab, balki butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. Agar siz Vohadan, Toshkentdan, Surxondaryo, Qashqadaryo shu joylardan bo'lsangiz ham bemalol bizga buyurtma qiling. Biz ustalarimizni yuboramiz. Xudo xohlasa sizni xonadoningizni ham chiroyli qilib tunikafon qilib beramiz. Aynan mana shu videoni vohali tanishlarga yoki bo'lmasam toshkentlik tanishlarga, vodiylik tanishlarga yuborib qo'ysangiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana video boshidayoq sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'tdim. Endi videoni boshidan oxirigacha ko'ring. Video davomida tunikafonga oid juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'taman. Shuning uchun 10 minut vaqtingizni ajrating va mana shu videomizni boshidan oxirigacha ko'ring. Bo'lmasam biz video roligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasam biz video roligimizni boshladik. Hozirda siz ushbu xonadonimizni ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tashqari shapkasini ko'rib turmoqdasiz. Bu ushbu xonadonimizni mana shu tashqari shapkasi boshidan oxirigacha darvoza xonasi va darvozaxonaga kiraverishda o'ng tomonda ochiq ayvoni va ichkari shapkalarini tunikafon qilib berganmiz. Tunikamizni qalinligi 0.35 qalinlikda bo'ldi. Rangi esa oq rangga, mokri rangda qilib berdik. Xonadon egasi devorini toshshuvoq qilgan ekan. Toshshuvoqqa maloshniy svet qay darajada tushgan va chiroyli yarashgan, albatta bu haqida ham komment yozib qoldiring. Hurmatli obunachilar, tashqari shapkamizda perikosimiz mavjud. Ko'rib turganingizdek, mana bu tomonimiz 80 sm bo'ladigan bo'lsa, oxiriga borib 20 sm joy qo'ygan, lekin bizning mohir ustalarimiz perikos joylarini ham mana shunaqa chiroyli tarzda bitkazib berishdi. Bu xonadonimizning shapkalarini mana shunaqa kobra fasonda qilib berganmiz, hurmatli obunachilar. Darvoza xonasini esa trendiy fasonimizdan, ya'ni kosmos atrofi MDF fasonimizdan qilib berganmiz. Aytgancha do'stlar, ushbu xonadonimizning egasi bizning YouTube tarmog'ida 2,5 yildan beri kuzatib, ana undan keyin zakaz qilibdi. Xudo xohlasa xonadon egasi juda ham xursand. Biz haqimizdagi fikrlarini intervyu tarzida olishni so'ragan edim, to'g'risi. Ukajon dedi, men dedi hayajonlanaman, gapira olmayman, lekin ishingizdan ko'nglim to'ldi. Videoda qanday ko'rgan bo'lsam, xuddi shunday chiqarib berdi ustalaringiz. Rahmat deb qoldirdi gaplarini. Hozir men o'zim aytib beryapman. O'zingiz aytib bering shu gaplarni videoda, odamlarimiz ko'rsin, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz ishimizning sifati haqida sizni o'zingizdan, ya'ni xonadon egasidan eshitsin desam, ukajon dedi, men gapga yo'g'roqman, shuning uchun uzr, lekin gapira olmayman degan uchun u insonni, ya'ni xonadon egasining gaplarini o'zim sizlarga yetkazib bermoqdaman, xolis fikrlarini albatta. Do'stlar, bu ochiq ayvonimizning ko'rinishi, maloshniy rangdagi tunikamiz ham juda ham chiroyli holatda bo'lib bitdi. Bu yerda do'stlar, ichkari shapkamizda bitta sekret joyi bor. Mana shu sekret joyini aytib o'taman. Aynan mana shu joyimizda, hurmatli obunachilar, eski patolog bor edi. Eski patologimizni sug'urib tashlaganimizda mana bu tarnovni tagidan mana bu yerigacha, xullas mana shu to'sin mana bu tomondan chiqqan ekan. Ustalarimiz buni tushunadi.
To'sin mana bu tomondan chiqqani uchun 35-40 santimetr masofa bor edi. Agar biz aynan mana shu fasonimizni oldiga qosh qo'ymasdan to'g'ri olib borganimizda bu xonadonimizni shapkalari, ya'ni ichkari shapkalari xunuk bo'lib qolardi. Biz bu yerda ayyorona yo'l tutdik, ya'ni bu yerda biz oldiga mana bunaqa qosh qo'yib, ana undan keyin tungi fonimizni davom ettirib ketgandik. Qaranglar, oldi qoshi bilan orqasi karnizi bir-biriga padmas bo'lib, juda ham chiroyli holatda bo'lib bitdi. Bu yerda perikosimiz mavjud, lekin burchagini ustalarimiz mohirona tarzda perikosini bilintirmaydigan holatda mana shunaqa chiroyli holatda chiqarib berishdi. Oldi qosh qo'yganimizdan keyin qaranglar, tungi fonimiz o'zigacha bir chiqdi. Juda ham chiroyli holatda bo'lib turibdi. Endi do'stlar, ishimiz sifatiga baho beringlar. Qaranglar, bitta liniyada kelgan tungi fonimiz. Sizlarga iloji boricha yaqin masofadan ko'rsatib bermoqdaman. Agar sizda bizni videolarimiz xira ko'rsatayotgan bo'lsa, aynan mana shu joyda nastroyka belgisi bor. Ana shu nastroykani bosganingizdan keyin videoda kачествоsi haqida yozuv chiqadi. Ana o'sha kачествоni bosib, другойni bosib, xullas kачествоni bosganingizdan keyin другой kачествоga kirib, eng yuqori kачествоda ko'rsangiz ishimizning sifatini yaqqol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli obunachilar, qaranglar, tunikafon ishimiz uyimizni qay darajada ochib yuborgan. 2650 AQSh dollariga ushbu xonadonimizni tunikafon ishi arzibdimi yoki yo'q? Albatta kommentda yozib qoldirishlarini kutib qolaman. Men har bitta kommentariyani o'qiyman. Buni obunachilarimiz biladi. Har bitta kommentariyaga qo'ldan kelgancha javob qaytaraman, hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa, bu xonadonimizni ham chiroyli qilib bitirib berdik. Bizni boshqa videolarimiz ham bor. Andijon tunikafoni kanalimizda. Bemalol kanalimizga o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Ish bilan ishning farqi bo'ladi albatta do'stlar. Qaranglar, tunikamizni valna yo'q, bir tekisda bo'lib, cho'tka holatda bo'lib turmoqda. Aynan bizning Andijon tunikafon jamoasining ustalari xudo xohlasa, sizning xonadoningizni ham qo'ldan kelgancha mana shunaqa sifatli tarzda bitirib berishga harakat qiladi. Shuning uchun do'stlar, hech ikkilanmasdan bizga murojaat qilishingiz mumkin. Chunki biz, o'zingizlar bilasizlar, blogerlarga reklama qilganimiz yo'q. Hali beri o'zimizni tunikafon ishimizni o'zimiz reklamaga qo'yamiz. Aynan usta Shohruxbek, mening o'zim mana shunaqa sizlarga obzor qilib qilgan ishlarimizni, videolarini joylayman. Bu albatta usta odamga pul hisob keladi. Sababi bloger ustadaqa aynan mana shu sohani tushuntirib bera olmaydi, ya'ni yoritib bera olmaydi. Men sizlarga xudo xohlasa qo'ldan kelgancha ham bloger sifatida ham usta sifatida tunikafonni yoritib berishga harakat qilyapman. Buni afzalli tomonlari qanaqa, nima uchun xonadonga tunikafon qilish kerak, bularni ham yoritib berishga harakat qilaman, ya'ni sizlarga tushuncha berishga harakat qilaman. Misol uchun tunikafonni afzalli tomoni issiqqa sovuqqa chidamli mahsulot, issiqda yoki sovuqda o'zini holatini yo'qotmaydi, ya'ni egilib ketmaydi, cho'tka holatda bo'lib turadi. Endi rangini o'zgarishiga keladigan bo'lsak, tunikafonni rangi o'zgarmaydi. Sababi bu tunikafonimizni 10 yillik kafolati bor. Aynan tunika chiqaradigan zavod, biz asosan Semiz zavod bilan ishlaymiz, Samarqand zavod bilan bizga 10 yillik kafolat bergan. Agar 10 yilda ichida tunikani rangi o'zgarib, o'chib ketib, kraskalari ko'chib ketadigan bo'lsa, sizga biz tunikangizni almashtirib beramiz. Mana bizning qulaylik tomonlarimiz, hurmatli obunachilar. Shuning uchun sizga xonadoningizni tunikafon qilishni maslahat beramiz. Bir marta tunikafon qilib qo'yasiz, bo'ldi. Shu bilan 15 yil, 20 yil remont haqida unutasiz. 15-20 yildan keyin o'zi boshqa narsa qilgisi kelib qoladi. Ko'pchilik aytadi, uka tunikafon qilsa 50 yil turadi, umrbod turami dedi. Insonlar, hech nima umrboqiy emas. Har bir narsani boshi bo'lganda yakuni bo'ladi. Bu degani tunikafon, mana misol uchun savol berishadi menga, Shohruxbek tunikafon zanglaydimi deydi. Endi savolda qaranglar, tunikafon zanglaydimi deyapti. Tunikafon zanglaydi. Qachon zanglaydi? Qachonki tunikafon loyda tursa, ya'ni yerga ko'mib qo'ysangiz zanglaydi. Yoki bo'lmasam tunikafonni ichida doimiy suv tursa, albatta zanglaydi. Savoliga yarasha javob. Hozir tunikafon zanglaydimi desam, ha zanglaydi desam, videoda oxirigacha ko'rmasdan, gapimni oxirigacha eshitmasdan, tunikafon zanglaydi ekan, endi qildirmaymiz degan odamlar ham yo'q emas albatta. Tunikafon zanglaydi, qachonki sabablar bo'lsa zanglaydi. Misol uchun, aynan mana shu bukilgan joyiga loy to'planib qoladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, mana shu loy doimiy turadigan bo'lsa, uni artib yubormasangiz,
Misol uchun mana shu chang bo'lib qoladi, keyin suv urgandan keyin loyga aylanadi. Loy doimiy turgandan keyin mana shu bukilgan joylarni zanglatib yuboradi tunukani. Bu yaqqol yavna narsa. Bu nafaqat tunuka fondi, balki oddiy mashinani ham, temirdan bo'lgan mashinani ham tagidan chirishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki tagiga ko'proq suv tegadi. Doimiy suvda turadi tagi. Loy bo'lib ketadi. Loy doimiy turadi. Agar siz tunuka foningizda doimiy loy turmasdan chiroyli holatda artib, hech bo'lmaganda bir 5 yilda, 6 yilda bir marta tunuka foningizni loylarini artib qo'yadigan bo'lsangiz, sizga 20 yil, 30 yil xizmat qiladi. Buni ham sabablari bor o'ziga yarasha, ya'ni tunuka fon zanglashi yoki zanglamasligini sabablari bo'ladi. Agar artib turib chiroyli holatda saqlaydigan bo'lsangiz, tunuka fon sizga 20 yil yoki bo'lmasam 30 yildan oshiqroq xizmat qiladi. Shuning uchun savol berganda tunuka fon zanglaydimi yoki tunuka fon nima qilsa zanglaydi degan savolni berish kerak deb o'ylayman, hurmatli obunachilar. Bizda hech qanday oldi qochdi gaplar yo'q. Borini aytamiz, borini yoritib beramiz. Har bir narsaga sabab bo'lganda tunuka fonni zanglashiga ham bir sabab bo'ladi. Misol uchun yana misol qilib keltiraman. Mana shu joyda deraza bor deb tasavvur qilaylik. Derazadan yumaloq turbani chiqarib, ichkarida pechkaga ko'mirni yoqib qo'yganingizdan keyin shu ko'mirni kukuni tunuka fonga boradigan bo'lsa, ishoning 1 yil yoki 2 yilda tunukani zanglatib yuboradi. Ko'mirni qora kukuni tunukani zanglatib yuboradi. Mana sabab sizlarga. Agar qora kukuni bo'lmasa, tunuka fon hech qanday zanglamaydi. Endi yomg'ir sachin bo'ladi-yu Shohrubek, yomg'ir tushganda, yomg'ir tekkanda, suv tekkanda zanglaydi. Yo'q, suv tekkanda zanglamaydi, hurmatli obunachilar. Chunki suv teggandan keyin u suv parlanib ketadi. Qaysidir ma'noda ozgina vaqtdan keyin, 1 hafta yoki 2 haftadan keyin tekkan suv sirazi parlanib ketish hisobiga u zanglatmaydi tunukani. Tunukani nima zanglatadi? Tunukaga chang urgandan keyin suv urgandan keyin haligi chang loyga aylanib qoladi. Aynan bukilgan joylarda loyga aylanib qoladi. Ana o'sha loy tunukani zanglatib yuboradi. Nafaqat tunukani, balki shvellar, qalin temirlarni ham loy zanglatib yuboradi. Buni mutaxassislar juda ham yaxshi biladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha sizlarga tunuka fonga oid ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qildim. Agar videoyimiz sizlar uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, bir dona laykni bosib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Sizning bosgan laykingiz biz uchun juda ham muhim, sababi bizning videolarimizni rekomendatsiyaga olib chiqadi va sizlardan boshqa hamyurtlarimizga ham bizning videolarimiz yetib boradi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, sababi biz Andijon tunuka foni kanalida deyarli har kuni mana shunaqa tunuka fonga oid videolarni joylab boramiz. Agar siz ham xonadoningizni tunuka fon qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizning videolarimizni ko'rib, narxlari bilan tanishasiz, tunuka fonda afzalliklari bilan tanishasiz. Xullas, sizlar uchun foydali bo'lgan videolarni chiqaramiz. Mana shu joyga yetgan videoyimizga yakun yasaymiz, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Barchalarga sog'lik, salomatlik tilayman. Sizlar bilan har doimgidek Usta Shohruxbek bo'ldi. Rahmat hammaga.